Sizlar kimsizlar? Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Bu kim bo'ldi? Men sizlarga kimni olib kelgin dedim. Men ketishim kerak, iltimos qo'yib yuboringlar. Lekin men seni hech qayerga qo'yib yubora olmayman. Chunki do'stlarimga maqtanib qo'yganman. Yangi yilni sevganim bilan o'tkazaman deb. Nimalar bo'lyapti? Bittasi bolalarimni nishonla deydi, bittasi yigitim bo'lib ber deydi. Endi bittasi erim bo'lib ber deyapti. Nimalar bo'lyapti? O'zi tushunmayapman. Men uyga borishim kerak. Bolalarim kutyapti. Bolalarimni yangi yil bilan tabriklashim kerak. Iltimos qo'yib yuboringlar. Opa, qilag'ingiz qilib, endi afsuslanib o'tiribsizmi? Endi nima qilsam ekan? Pochcham juda ham yaxshi odam. Telefon qiling, kechirishiga ishonaman. Kim bu? Sen o'zing kimsan? O'zingiz kimsiz? Mana shu telefon egasining xotiniman. Ha, hozir eringizni kimdirlar mashinaga solib o'g'irlab ketishdi. Telefoni tushib qolgan ekan, shunga ko'taruvdim. Nima? Yur tezroq tur, pochchang kimdir o'g'irlab ketibdi. Abad bola. Bo'ldi, qisqasi yig'laman endi. Men sizga endi enagalik qilishim qoluvdimi? Sizga zo'r sovg'am bor. Mana. Ha, qarang, yoqdimi? Ha? Men kichkinaligimda doim Qorbobodan shunday o'yinchoq kutganman. Ammo katta bo'lib uni olishim hayolimga ham kelmagan edi. Hop, yuring. Uyingizga o'zim tashab qo'yaman. Rahmat. Shunaqa qiling. Shoshmang, siz boya erim Qorbobo kimda deganmidingiz? Ha, aytgandim shunaqa edi. Asad, boyagi komandir Qorbobo kiyimda unga hujum qilishdi deganmidi? Ahvoli og'ir kasalxonada yotibdi deganmidi? Ha, shunaqa degandi. Erim emasmi? Xudoni tashab ketmay endi siz. Nima tepamda o'tiribsan? O'ylayapmanmi yig'laysan? Qoch. Qo'rqib ketdim-da. Oyi, dadam kelmadilarmi? Dadang kelmadilar hali. Hammasiga siz sababchisiz. Dadamni xafa qilganingiz uchun kelmadilar. Sizdan xafa bo'ldim. Yana? Nega oyingdan xafa bo'lasan? Oyingdan xafa bo'lmang, xo'p? Yoki yomon bolalar ro'yxatiga qo'shilmoqchimisan? Sovg'asiz qolasan-ku bunda. Men ularni ikkalasini ham yaxshi ko'raman. Ammo oyim doim dadamni xafa qiladilar. Ha, qizim, meni kechir qizalog'im, boshqa hech unaqa bo'lmaydi. Men o'zimga ajoyib bo'lishini xohlamayman. Yangilik bilan. Yangilik bilan. Qalaysizlar, o'tiribsizlarmi? Men sizlarga qomadinglarmi? Sizlar meni eng katta boyligimsizlar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Dadasi, meni kechiring. Kechirdim.